hurmatli kuzatuvchilar, ana beton zavodida ishlab chiqarish zavodiga kelganmiz hozir deysiz. A few moments later. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Biz Xitoy davlatidamiz. Yana bir hamkorimizning zavodiga bugun tashrif buyurdik. Beton ishlab chiqarish zavodini yasaydigan zavoddamiz. Shovqinlarga rozi bo'lasizlar. Ish jarayonidamiz hozir. Sizlar bilan birgalikda zavodni obzor qilib chiqamiz. Biz bo'lmasa boshladik. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, biz hozir beton zavodining yasalish jarayonining eng boshlang'ich qismiga keldik. Ya'ni metallarga ishlov berish. Bu yerda metallar kesiladi, paymantlanadi, birlamchi holatga keltirilib, navbatdagi keyingi sexga o'tiladi. Biz hozir bu yerdagi jarayondan parchalarni qo'yib, keyingi sexga o'tamiz. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, hozir bu yerda zo'r narsani ko'rib qoldim. Juda ham ixcham qilingan, JZM 1000 talik metall mishalka qo'yilgan, nasoslari bor tepada. 1200 talik PLD qo'yilgan bu yerda, mobilniy hisoblanadi bu. Mana balonda turibdi. Dozatorlari bor, pastda lentalari zo'r. Buni o'zini bitta alohida video qilamiz, xudo xohlasa bu haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qancha kub chiqaradi va narxi qancha? Biz navbatdagi sexga o'tamiz. Bu yerda hozir bo'yash jarayoni, mobilniy beton zavodining tag qismini bo'yash jarayoni, mana akamiz bu yerda bo'yaptilar sariq rangda. Birinchi mana shu qilib sep bo'linar ekan, keyin mana bu holatga keladi. Kraskalari. Yo'qda ham kichkinaroq bo'yash sexi bor, kichkina detallarni bo'yash uchun. Endi bu uzun bo'lgani uchun tashqarida bo'yalyapti. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi bo'lim mana lentalar hamda o'sha PLDlarni yig'ish qismi ekan. Bu yerda mana tayyorlar bor. Bu yoqqa tayyor bo'lgan mishalkalar bor bu tomonda. Bu tomonda ham mana tayyorlar turibdi. Bu o'sha beton zavodining mishalkalari hisoblanadi. Kelasi ham 2000 talik. Yoki 1.5 yoki 2000 talik. To'g'ri yozilmagan, bu kraskadan chiqqandan keyin yoziladi. Xo'p, bu yerda hozir mana PLD turibdi. Bu mobilniy PLD, balonlar qo'yiladi. Tayyor holati bor, hozir u yoqda ko'rsatamiz. Bu yoqqa tayyor holati hisoblanadi. 2400 taligi bu. Bu o'sha 2400 talik PLD'mizning tayyor holati. Lentalar qo'yilmagan hali, bu yig'ilmagan, lekin mana balonlarda turibdi, balonlari qo'yilgan. Bu tomonda 1.5 talik mishalkamiz turibdi. GS 1.5 deydi. Mana. Bu ham shu dozator bilan birgalikda joylashtirilgan, tayyor holatda turibdi. Bu tomoni bo'yalmagan holati, mana mishalkani motorlarini yaqindan ko'rsating. Xullas, mana shunaqa motorlari. 18 kilovat. Reduktorlar adashmasam 1.5 talikning qo'yilgan. Ichkari qismlarini ko'ramiz hozir. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi xullas bu yerda. Bu yerda hozir ikki xil turdagi mobilniy beton zavodimiz turibdi. Bittasi 2000 talik mishalka bilan, bittasi 1.5 talik mishalka bilan jihozlangan. 1.5 talik 90 kub chiqaradi. 2000 talik mishalkamiz 120 kub betonni aralashtirib beradi. PLD 2400 talik turibdi mana. Uzunligi taxminan 15 metrlarcha bor. Narx-navolari haqida aksiyada yozib qoldiramiz, xudo xohlasa. Mana bu silos yig'ilgan holatda turibdi hozir, yig'ilmagan holatda turibdi. Ya'ni bu 100 tonnalik silos hisoblanadi. Mana shunaqa ko'rinishda konteynerga yuklanadi. Yana bitta bo'limga keldik hozir biz. Mana mishalkalarning yasalish jarayoni qanaqa listdan yasalyapti. 18 lik listdan foydalanilgan ekan. Bu adashmasam 1 kubaligi kattaroq ekan. 1 kubaligi bu. Bizada narx-navolarga keladigan bo'lsak, o'zi Toshkentga borib tushishi bilan sotilish narxini aytib o'taman. Tayyor ustanovkasi bilan 5000 5000 atrofida tushadi.
0.5 kubaliklari. Mana bu tomonni ham ko'rsating, tayyor holatlari bor. Bu yoqda bu tomondagi sexga motorlar yig'ilar ekan. Motorlari, reduktorlari yig'iladigan sexdamiz hozir. Orqasidagi bunkerlari. Bunkerlari bu tomonda yasaladi. Bu yoqda tayyor olib kelinadi mana motorlari. Bu ham mobilniy hisoblanadi. Mana bu yerda ballonlari bor. Ular o'sha qurilish bo'layotgan maydonga bemalol olib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Buni kattaroqlari ham bor. 7,5 ming, 8 ming atrofida chiqadi narxlari 1 kubaliklari. Bu yoqda ham motorlari bor. Aziya Texnik Groupga murojaat qilasiz. A few moments later. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, zavoddan qisqacha video obzorni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Biznesmen aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, beton zavodiga, gazoblok, shlakoblok ishlab chiqarish zavodlariga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, biz har doimgidek sinalgan, necha yildan beri faoliyat yurib kelayotgan zavodlar bilan shartnoma qilamiz. Shu zavodlardan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib beramiz. Bugun yoki ertaga ish boshlagan zavodlar bilan emas. Ishonchli zavodlar bilan ishlashga har doim harakat qilganmiz, shunga erishib kelamiz. Xudo xohlasa. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Qo'shimcha ma'lumotlar, narx-navolari bo'yicha yana ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aziya Texnik Group bilan siz bir qadam oldindasiz. Hammaga rahmat.